Tushda ko'z ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'z ko'rish insonning dini va qalb ko'zi deb ta'bir qilinadi. Tushda ko'z ko'r bo'lganini ko'rgan kishining farzandi nobud bo'ladi. Tush ko'rgan kishi kambag'al yoki mahbus bo'lsa, qilgan ishini qayta qilmasligi kerak. Falokatdagi kishi shunday tush ko'rsa, uni falokatdan qutqaradigan odam topiladi. Shunda ikki ko'zning birdan quchog'iga tushganini ko'rsa, u kishining birodari, o'g'li yoki yaqin qarindoshi vafot etadi. Tushda ko'zlari og'riganini ko'rgan kishining diniy amallarida kamchiliklar bo'ladi. Tushda ko'zlari juda chiroyli bo'lganini ko'rgan kishi hidoyat, ilm bilan mukofotlanadi. Yonida kasal bolasi, xotini yoki boshqa bir qadrdoni bo'lsa, shifo topadi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.